uyini buzmasdan korrektirovka qilaylik, fasadini o'zgartiramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir navbatdagi loyihamiz qilingan joyga keldik. Bu joy egasi o'zimizning sinfdoshimiz bo'ladi, yaqin do'stlarimizdan. Bu joyga do'stimiz yengitdan loyiha tizdirmoqchi edi, lekin vaziyatni ko'rib o'rganib chiqqandan keyin do'stimizga uyini buzmasdan korrektirovka qilaylik, fasadini o'zgartiramiz va ichki planirovkasida xonalarni joylashuvini azini o'zgartirib qilib beramiz dedik va loyihani chizib ko'rsatdik. Unga juda ham yoqdi. Hozir уже qurilish ishlari boshlanib ketdi. Sizlarga hozir ichkarida ozgina ish jarayonlarini ko'rsatib o'taman va loyihamizni ham demak bu yerda ko'rsatib o'taman. Ketdik. Hozir bu yerda navesni butunlay dizaynini o'zgartirdik. Bu yoqlarga o'sha kolonnalar boshqacha tushadi. Demak, kirish qismini mana o'ng tarafda edi. Buni o'rtaga markazlashtirdik. Va bu yoqda ham demak, mana bu ikkita kichkina oynani o'rniga bitta katta oyna qilib, fasad materiallarini ham demak o'zgartirdik. Bu yoqda ham bitta oyna ochdik. Katta oyna ochildi. Loyihamizni pastda ko'rsatib o'taman. Bu ko'rayotgan joylar orqa hovlisi. Bu joyi yaqinda qo'shnisidan kelishgan holda sotib qo'shib oldi. Biza bu yerga ham demak bu joy uklonda joylashganligi uchun orqa tarafda demak podvalli уровени qo'shnisini birinchi qavatiga to'g'ri kelyapti, chunki bu joy uklonda pasayib ketgan joy hisoblanadi. Shuning uchun hozir bu yerda fasad qismlari bu yerda eshiklar ochyapmiz, oynalar qo'yyapmiz, loyihasini ko'rsatamiz. Va bu yoqda bu joy ham do'stimizning uyi bo'lgani uchun bu yerdan chiqib uyga kirib ketish uchun alohida eshik ham qildik. Kuzatib boringlar, bu bitgandan keyin xudo xolisa ko'rsatamiz sizlarga. Shu joyda bitta narsani aytib o'tish kerak. Agarda qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, yangi uy qurmoqchi bo'lsanglar va yashayotgan uyinglar bo'lsa, o'sha joyda buzishga shoshish kerak emas. Demak, yaxshi mutaxassislarga murojaat qilsanglar, arzonroq xarajat qilib, uyingizni yangi qilib chiroyli qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizlarga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar, biz sizlarga yordam berib olamiz.